ota-ona oq qildim deyish shart emas. Ota-onaning ko'zini yoshi o'zi oq deganligi. Hatto aytiladiki, otasiga tik qarab noroziligini bildirish uchun. Hali gapirmagan. Gapirayotganda otasiga tik qarab ko'zidan olgan odam oq bo'ladi deydi. Nastag'firulloh jam. Bu juda og'ir ahvol bu. Ota-onaga bunaqa tik qarashlik, ota-onaga xafa qiladigan so'z aytish. Alloh taolo Qur'onda shunaqa bir so'z bilan wala taqullahuma uf demaysan ularga. Gapirishning emas, siqilib ketganda chiqadi-ku uf degan ovoz. Haqqing yo'q shunga. Alloh taolo harom qilgan ish qilgan bo'lasan. Uf deb qo'ysang. Hatto o'sha ko'chada birov bilan urushib kelsang ham xafaligingni ota-onang ko'rsatib uf demaysan. Ularni gapiringlarni albatta inkor qilib uf demaysan, lekin boshqa birov xafa qilsa ham. Xudoning hukmi bu. Eng baxtsiz bandalar ota-onani yig'latadi. Bola emas, ular balo bo'lgan bo'ladi. Ularni albatta insofga chaqiriladi. Insofga kelmaydigan bo'lsa, bu bolalar kuydi. Dunyosi ham, oxirati ham kuydi. Ular hech qachon yaxshi bo'lib ketmaydi. Hech qachon boy badavlat bo'lib ham yashamaydi. Nafaqat oxirat, dunyoni o'zida ular xor bo'ladi. Buning mingta misoli bor buni. Shuni yoshlar yaxshi ikki quloqdan kirgizib miyaga joylab olish kerak shu gapni. Yomon bo'ladi o'sha bolani, dunyosi ham yomon bo'ladi, faqat oxirati emas. Topgani ham buyurmaydi unga. Boshqa mansab, martaba, lavozim, hurmat, e'tibor birontasi bunga tegmaydi. Ota-onani norozi qilgan bola shuna baxtsiz bo'ladi. Aksincha shu ota-onaga kamtar bo'lib, shularga itoatgo'y bo'lib, aytganlarini qilib, bir gap aytsalar, sizning gapingiz undan to'g'riroq bo'lsa ham o'shalarning gapini olib, agar harom gap aytmayotgan bo'lsa, sizni ibodatdan qaytarmayotgan bo'lsa, namoz o'qimay, aroq ichmayotgan bo'lsa, sizga yoqmaydigan gap hammasini ota-onanikini qiling, siz yutasiz shunda. Sizniki to'g'riga o'xshab ko'rinsa ham. Eng baxtli insonlar ota-onani rozi qilgan insonlar. Alloh hamma farzandlarimizga ana shu buyuk baxtni nasib etsin.